kecha bitta video tashlabdi. Falon joyga, falon masjidda, falon chechenlarning masjidiga kelgin. Ey, Abraha. Men ezalak quvib yuradigan kasbda ishlamayman. Sen Fransiyaga kel, kutib olaman deganmiding? Ha. Fransiyaga uchayotganimda xuddi shundoq video qilaman. Aeroportda kutaman seni, aeroportda. Meni kutib olasan. Aeroportda gaplashamiz, taksiga o'tiramiz, keyin любой joyga boramiz. Xohlasang birorta o'zing bilgan ahli ilmni ol. Ikkita guvoh o'tiramiz. Sen qilgan da'volaringga men jonlini yoqaman. Da'volaringga dalil keltirasan, men da'volaringga dalil keltiraman. Qonuniy asosda sen isbotlab bera olmasang, qo'lingni qo'yasan. Shart kesib tashlaymiz. Yo o'zing kesasan. Men bitta bolta olib olaman yo'ldan. Keltira olmasang, shart kesib tashlaysan o'zing. Men kessam, sen terib olasan, yozib berasan. O'zing kessang, bu jinniroq ekan deyishadi. Hech narsa bo'lmaydi. Men da'volarimni isbotlay olmasam, sen qilgan da'volarning yolg'onligini menga nisbatan isbotlay olmasam, mana qo'l. Mana bo'yin. O'zim chop tashlayman. Erkakcha gap shunaqa bo'ladi. Qoch Avro muxtorali kelyapti.